Odamlar buni qilishi qiyin. Qilmaydi ko'pchilik. Bu qiyin, juda qiyin, juda qiyin. Qanaqadir dori bo'lsa, o'shani ichib ozib qolsa, operatsiyasiz qilish mumkin bo'lgan ishlarni qila olmayapti. Bu ko'p-da. Bu agar video nima deydi, yoniq tursa borku, har kuni 3 ta 4 ta shunaqa kontent bor-da, mo'jiza kutadi. Video yoniqmi? Mana hozir bemorlar keladi, qanaqa holatda? Tana vazni ortiqcha, qon bosimi ko'tarilyapti, sahr paydo bo'lyapti, sahr oldi holat, giperinsulinemiya, qonda insulin ko'tarilib ketib qolgan. Kasalliklarning belgilari boshlangan, tomirlari toraygan. Yechimi bor, oddiy. Aytaman, sport bilan shug'ullaning, kam ovqatlaning desam, yo'q deydi, xo'p deydi, baribir qilmaydi. Xo'p degani ham qila olmayapti, yo'q degani ham qila olmayapti. Boradi, ertalab o'zi aytib beryapti. Men bir lagan osh yemasam agar ertalab o'zimni yaxshi his qilmayman deydi. O'shanaqa holatda. Sigaret chekyapti. Tashlang bu sigaretni. Mana holatingizni ko'rib turibsiz. Yo'q, tashlamaydi. Piyoda yuring desa, yura olmaydi. Bir xil hayot tarziga, bir xil rejimga o'rganib qolgan, doimiy komfort, o'tiroq hayot tarzi, ovqatlanish sharoiti yuqori, yo dastavka qiladi, yo pishirtiradi, iste'mol qilaveradi, borgan sari iste'mol qilish ko'payib boradi va kasallik bilan kasallanib boryapti. Tuzalmoqchi, kasalligini yo'qotmoqchi, lekin o'shani sabablarini qila olmayapti. Mo'jiza kutishadi. Ma'lum bir qanaqadir dori bo'lsa, o'shani ichib ozib qolsa, dori ichib kasallik yo'qolib qolsa, lekin afsuski unaqa bo'lmaydi. Yo'li bor. Doimiy faqat dorilar bilan yurish, bu ham kasallikni turiga qarab farq qiladi. Ya'ni doimiy dori bilan yurish ham har doim yordam bermaydi, agarda boyagi o'zini sog'lig'ini saqlash uchun qilish kerak bo'lgan ishlarni qilmasa. Ikkinchisi, zarurat bo'lib qoladi jarrohlik amaliyotini o'tkazish. Uchinchisi, shunga rozi bo'lish, ya'ni o'sha narsaga. Lekin ko'pchilik taslim bo'ladi, qila olmaydi. Nimaga operatsiyalar ko'payib ketdi? Oshqozonni oldirayapti, qorinni oldirayapti, yog'larni oldirayapti, oshqozon kichraytiryapti. Bunaqa operatsiya nima ko'payib ketdi? Chunki insonlar operatsiyasiz qilish mumkin bo'lgan ishlarni qila olmayapti. Qilishga kuchi, irodasi yetmayapti. O'zini jilola olmayapti. Yurish kerak bo'lsa, yura olmayapti. Ovqatlanishdan kamaytirish kerak bo'lsa, kamaytira olmayapti. Natijada o'sha operatsiya qilishga to'g'ri keladi. Aslida bunaqa operatsiyalar dangasalarga chiqib qolyapti, ya'ni dangasa inson bo'lib qolyapti-da ular. Boshqa yo'li qolmagandan keyin operatsiya qilinyapti.